Davom etamiz aziz do'stlar. Hozirgi mehmonimiz vodiydan tashrif buyurganlar, Farg'ona shahridan. Bu insonni o'z to'g'risini aytsam, xonandalarni qatorida ko'rib tanimagan edim. Menga bolalar bir kun aytishdiki, "Mana qara o'rtoq, voy vashi ko'rib ko'zimdan yosh chiqib ketdi-da, kulurib bor-ku." Lekin ijodi ham zo'r. Xonanda ko'rgan bo'lsanglar kerak, telefonda har xil stoykalar turib ashula aytadigan bola. Vodiydan xonanda Qahramon To'xtasinov. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Tuzumisiz? Rahmat. Gaplaringiz ham bir boshqacha. Vodiycha. Ey, qarsak kelaversin. Yo'lda charchab qolmadingizmi? Yo'q, charchamadim. Yaxshi keldim, charchamadim. Yaxshi keldingiz-ku. O'zi gaplaringiz ham bir kulgili. Balkim aktyorlik bo'lish sizga ko'proq yarashar. Lekin ashulalaringiz ham bor ichida bor, hammasi ichida ketgan. Hammasi ichida. Ya. Ashulani ichida aktyorlikmi? Aktyorlikning ichida ashulami? Aktyorlikning ichida qo'shiq, ashula. Ashula. Aralashma. Ashula deydi. Ashula emas, ashula. Ashullu. Xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Siz ham bizani ko'rganingizdan xursandsiz deb o'ylaymiz. Juda ham xursandman, juda ham. Rahmat. Marhamat Botirxonning yoni. Rahmat. Sizni joyingiz. Qarsak kelaversin. Qiluvlar ham boshqacha-da. Ya, uni keyin ko'rasan. Originalini ko'rasiz. Botirxon. Yaxshi keldingizmi? So'z navbati menga. Sizda xontaxt, siz endi vodiydan, Farg'onadansiz, to'g'rimi adashmasam? Kecha ham xontaxtdan ustida o'tirib kelganmiz. Xontaxtsiz hayot yo'q. Yo'q, hayot yo'q. Xontaxtda. Choyxonada ham. Choyxonada xontaxtda endi bu figurani bir xil ushlab beradigan narsa-da bu. Juda ko'p men o'sha shug'ullanaman xontaxta bilan. Karate bilan. Mani bitta xonandamiz borlar, bilsangiz, Abdulla Qurbonov. Shularga ham o'xshatyapman-da sizni. Ustozimiz, juda ko'p birlar aka-ukamiz. Bir ko'rsatuvimizga chaqirganimizda xontaxta atrofida qizu nimalar bo'lgansan, juda ham ko'p narsalar bo'lgan dedilar. Demak, sizlar choyxonada ham, uyda ham xontaxtadan ko'p foydalansizlar, to'g'rimi? Kecha ham o'sha xontaxtadan ustida o'tirib, sandal qilib kecha ham. O'sha sandalni foydasi juda ham katta deyshadi. Buni hozir kundagi meditsinalarimiz ham tasdiqlagan. Sababi hamma narsa oyoqdan keladi, u immunitetni ko'tarar ekan. Telefonga o'xshaganda zaryadnik. Kechqurun zakda yurib kelasiz, telefonga o'xshab zaryad olaverasiz-da, yana to'lasiz. Telefonga o'xshab zaryadga tugaganda u zaryadga bo'ladi. Odam shunaqa-da, telefonga o'xshaganda zaryad olsangiz, o'sha zaklar nimalar chiqib ketadi. Hozir zaryadingiz yaxshimi, sharoit bermaymi? Hozir o'ta immunitet menda 24 soat ishlab turadi immunitet. Zaryad. Qahramon aka, siz endi ko'pchilik ko'rganmisizlar telefonda bu insonni? To'g'ri. Biza shaxsan menga Otabek Mirzaxolov Million jamoasidan ko'rsatganda, men "Aka, ko'ring, voy" deganda, shunda ko'rib haqiqatan kulib ko'zimga yosh kelganda. O'shaning uchun men keyin aytdim, Otabek shu bolani topish imkoniyati bormi desam, topamiz dedi. Qidiruv e'lon qildi. Farg'onadan topdik. Biz sizni topdik. Albatta, topildim. Obro' talab hofizlar yetishsa. Iltimos qilsangiz ham e'lon qilmasam-chi hozir. O'zimni o'zim e'lon qilib ketaveraman. Ummon guruhini taniysizmi? Taniyman. Ular taniydimi sizni? Nimaga tanimaydi? Tanimagan odam bormi? Mana Men tanimayman, to'g'risi, birinchi marta ko'ch. Endi tanishamiz. Meni ham to'yim bo'lgan yo'q, endi uylanaman. Yangi hit chiqadi, Munisaxonga uylanaman degan. Bo'ron bo'lib chiqadigan xonanda Qahramon
qilib aytamiz, qaha. Marhamat. ana talant. Xo'p, jinda ashta to'qilgan mashina edi o'zida. Xon taxta bilan bog'liq. Xon taxta jon, xon taxta. To'kin sochim, jon taxta. Xon taxta jon, xon taxta. To'kin sochim. Unchalar turgani gulimisan, bog'dagi bo'limisan. Unchalar turgani gulimisan, bog'dagi bo'limisan. Rayhonila sunbulimisan, xon taxtamga salom ayla. Rayhonila sunbulimisan, xon taxtamga salom ayla. Gülüp yüremem, geceleri ağıramam. Gündüzü gidip yüremem, geceleri ağıramam. Senga bir savol beraman, xon taxtamga salom ayla. Senga bir savol beraman, xon taxtamga salom ayla. Hasadinda uğradıyda, el kıylanır dağıyda. Hasadinda uğradıyda, aynı güllegen çağıyda. Xon taxtamga salom ayla. Aynı güllegen çağıyda. Xon taxtamga salom ayla. Bülbülüm, bülbülüm, bülbülüm. 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 Ana ovoz. Qarsagili ostida Rahmat. qaha. Okey, bugundan boshlab qaha bo'lib ketishingiz gap emas. Shunaqa deydi ham. Shunaqa qilaylik. Shunaqa deysiz? Можно фото на память? Да. Sanat. Узбекский Майкл Джексон, слушай. Да, да. O'zbekistonda biz. Mana. Mr. Bean. Yaxshi ovoz sanat. Zo'r. Ofarin. Munis tan oldi-yu. Qarshi echamiz. Bunday siqilgan joyini, kulgan joyini qo'yinglar. Munisaxon, nima deysiz? Yoqdilar va ijodlari. To'g'risi zo'r. Juda ham yoqdi. Shunaqa ayting, sen nasini Mana hozir ham ko'rdingiz. Ko'rmaganlar ko'p edi, hozir ko'rmaganmiz deyishdi, lekin yaxshi kutib olishdi sizni. Bu katta natija. Aytishadi-ku, kuldirish bachkani ish emas deb. Siz kuldirib ashula ham aytdingiz-da. Endi bojalar ham shunaqa-da, просто aytib qo'ying. Qahramonjon yoqdimi, nima deysiz? Juda. Rosa ham yoqdi. Sizlarga kattakon rahmat. Munisaxon, Xurshidjon, Alisherga, Mr. Qaha, Mr. Bote. Aziz do'stlar, kayfiyatlar qalay? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz. Xonanda Xurshid Turdiyev. Mr. Qaha.
Munisa Rizayeva, Botirxon Imomxo'jayev va men Jahongir Posiljon. Aziz do'stlar, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Shunchaki keyingi dastur orqali ko'rishguncha deb qolamiz. Sog'likda, omonlikda ko'rishguncha sog' bo'linglar.